Mana shunaqa bo'lsin-da 2023-yilning mashinani вообще borku dahshat qildilar do'stlar. Bitta ko'ringlar, вообще do'stlar, перетяжкаlar, bunaqa kombinatsionni chexollarni ko'rabsizlar, qora bilan mana rang вообще aloqa qildilar. Даже poliklarigacha ranglari safodat qilyapti do'stlar. Xo'p, mana eshik qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bir xil rangda перетяжкаlar bo'lgan. Hattoki rollari ham shunaqa rangda qilingan. Oldinlari va hamma joylari juda chiroyli bo'lib turibdi o'zi ham. Monitorlar zo'ridan qo'yilgan, bar qo'yilgan va bunaqa do'stlar juda chiroyli qilingan. Linoleumlari do'stlar, tepa tomlarini ko'rishingiz mumkin, tepa barlari va alloh turibdi. Bunaqa Kenwood kolonkalar qo'yilgan. Mashinamiz alloh holatda. Undan tashqari do'stlar, bunaqa karmetal diskalar, bunaqa ballonlar qo'yilgan. Yangi pachkasidan mashinamiz ideal holatda turibdi. Kraskasiga qiziqganlar uchun kraskasi ikkitagina petnosi bor. Mana bu kilot bilan orqa bagajida do'stlar. Mashinamizning narxi $6500 yana kelishib olsangiz bo'ladi. Samarqand mashinasi ekan, kamida mana shunaqa mashina olish hammamizga nasib qilsin. Bitta like bosinglar.